Assalomu alaykum, hurmatli a'zolari va YouTube tomoshabinlari, Instagram tomoshabinlari, azizlar, hurmatli YouTube kanalimiz yangi loyiha boshladik. O'sha onajonlarimiz uchun, otajonlarimiz uchun yaxshi kunlaringizda, tadbirlaringizda o'sha ukalarimiz xizmat qilishadi. Ekrandagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar, Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilaverasizlar. Bemalol o'sha video davomida ko'rsangizlar, o'sha jarayonlarni, tabriklarni, hammasini kutilmagan bir lavhalarni ko'rsatib o'tamiz. Ekran o'sha raqamlariga bemalol aloqa chiqaverasizlar, ekranda qo'yamiz. Telegram ulangan, biroq aloqa chiqsangizlar ham bo'laveradi. Zakazlar qabul qilishni boshlashdi. Bemalol o'sha musofirdan turib ham gaplashsangizlar bo'laveradi. O'sha yaxshi kunlaringizda xizmat qilib berishadi. Dekoratsiyalar bilan kamera, o'sha suxandon xizmat hammasi bor. Kutilmagan bir sovg'a tarzida bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting, azizlar. Yangi loyihamiz qo'llab-quvvatlasizlar degan umidda bizni. Hamma topganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Rahmat barchaga. Keyin yana bizada yangiliklarni nimasi, yangi Hunarmand TV kanalimizga videolarni qo'yib boramiz musofirlar uchun va o'zimizni qadrdonlar uchun bemalol o'shanda tomosha qilib bizlarga aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi, azizlar. Hammalaringizga rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun bizga endi chiroyli qilib onaxonimiz ichkariga surprizimiz bo'lmaydi. Xudo xohlasa boshlab olsak, qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum, bizlarni kuzatib turgan yurtdoshlar, YouTube, Instagram kanalimimizdagi obunachilarimiz. Mana bugun Jeno shaharchasi, Jeno qishlog'iga xizmatimiz dekoratsiyalarni o'rnatib oldik. Mana xudo xohlasa onaxonimiz ichkariga surpriz tarzda farzandlar tomonidan uyushtirildi bu narsa. Xudo xohlasa chiroyli o'tkazib beramiz. Qo'llab-quvvatlab tursalaringiz. Onaxonimiz ismi Salima ona. Umrlar uzoq bo'lsin, hoji ona bo'lib yursinlar har doim. Kim shunaqa dekoratsiyalar, shunaqa surpriz, shunaqa kerak bo'lsa, bemalol nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqsalaringiz, chiroyli tarzda o'tkazib beramiz. Narxlarni ham kelishtirilgan holda. Bizda hamma sovg'a mavjud. Tort, buket, ayiqchalar, har xil sovg'alarimiz bor. Fervik, xlapshka hammasidan bor. Mana shu dekoratsiyalarimiz juda chiroyli, kapalaklar, ikki tomonlariga yozuvlar, yangicha yozuv, yangicha prezident stoykalar hammasi mavjud. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Hammalaringizga rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun bemalol aloqaga chiqsanglar, surpriz tarzda 24/7 ishlaymiz. 24 soat 7 xohlagan soatlaringizda o'tkazib beramiz. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum aziz guruhdoshlar, bizlarni tomosha qiladigan azizlarimiz. Mana bugun Kasb tumani Xo'jahayron qishlog'ida, Xo'jahayron shaharchasida bugungi zakazimiz dekoratsiyalarimizni o'rnatib oldik. Xudo xohlasa akamiz tomonidan surpriz qilib, shunaqa dekoratsiyalarimizni aytdilar. Ana surpriz qilmoqchi ekanlar yaqinlariga. Bugun Orzugul onamizni 72 yoshlari, umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim hoji ona bo'lib yursinlar, farzandlarini, nevaralarini hammalarini boshlarida sog' bo'lib yursinlar, ilohim. Mana shunaqa loyihalar, dekoratsiya, shunaqa surprizlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz, aksiya narxida juda chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Bizda hamma uslugalar mavjud. Sizlarga video kamera, video montaj qilib berish, boshidan olib montaj qilib berish hammasi ichida bepul bo'ladi, bonus sifatida, azizlarim. Hammalaringizga rahmat. Shunaqa qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Shunaqa dekoratsiyalarga bemalol murojaat qilaveringlar. Biz ajoyib tarzda zo'r qilib o'tkazib beramiz. Aka, dekoratsiyalar ma'qulmi? Rahmat aka. Kelganlaringiz uchun o'z vaqtida. Dekoratsiyaga vaqt gap yo'q. Hamma narsa o'z vaqtida, o'z joyida. Sizlarga kattakon rahmat. Aka, yoqqan bo'lsa bo'ldi, chiroyli bo'lgan bo'lsa ko'ngilingizdan aniq qo'yamiz. Mana bizlarni kuzatib turguvchi mana guruhdosh hamma YouTube, Instagram kanalimizda obunachilarimiz bor-da. Bemalol tavsiya qilsangiz bo'ladi. Narxlari ham qoniqtirdim, narxlari ham. Narxlar hamyon bor. Cho'ntak bor, nima deydi? Zo'r karossiya. Rahmat hammalaringizga.